Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida 6 yoshli bola 25 metrlik quduqqa tushib ketdi. Voqea tumanning Langar qishlog'ida ro'y bergan. Bola bir sutka ichida quduqdan chiqarib olindi. Ma'lum qilinishicha, bolakayni qutqarish uchun quduqqa boshqa bir bola tushirilgan. Ko'z ko'rsa ishonish qiyin bo'lgan bu joyga 6 yoshli Doniyorjon behol tushib ketdi. Quduq chuqurligi esa 25 metrdan ortiq edi. Uning chinqirig'idan qo'rquvga tushgan otasi nima qilishni bilmay ayolini qo'shnilardan yordam so'rashga yuboradi. Bolakayni qutqarish ishlariga nafaqat tuman mutasaddilari, balki butun viloyat oyoqqa turadi. Xudoga nola qilib, Xudojonim Allohim o'zing asl-omon chiqarib olay. Tun bo'yi texnikalarning to'xtovsiz ishlashi ortidan tongga yaqin belgilangan nuqtaga yaqinlashildi. Biroq birgina xato bolakayning hayotini xavfga qo'yishi aniq edi. Tusha olamandim. Keyin men qo'limga fonar berdi. Men tushdim. Tushsam bolani chap oyog'i peshonasida turgan ekan, u oyog'i yerda ekan. Keyin olib chiqa olmadim.